Bismillahirrohmanirrohim. Insoniyat dunyoga kelar ekan, o'ziga xos fitrat bilan keladi. Fitrat bu nima degani? Insonni insoniyligini ko'rsatib turadigan fe'l-atvor, xulq bu fitrat deyiladi. Misol uchun itoat, samimiyat, mehribonlik, rozilik va shunga o'xshagan bir qancha xislatlar borki, agar inson shularni birini yo'qotsa, odamiyligini yo'qotadi. Masalan, itoat deganda Alloh taologa itoat qilish, samimiyat deganda odamlar bilan samimiy munosabatda bo'lish, birovning haqqini yemaslik, birovga zulm qilmaslik degani. Odamzod yaralgan ekan, Allohga itoat etmaydigan, Allohni tanimaydigan fosiqlar borki, bandalarni haqqini yeb keladi. Bandalarni haqqini zulm bilan yeb keladi. Bular har qanday turli yo'llar bilan bo'lgan. Hozirgi kunda zamonaviy bandalarni haqqini yeydigan insonlar paydo bo'lgan, fosiqlar. Ular bo'lsa internet orqali, ijtimoiy tarmoq orqali kibr jinoyat qilishadi. Ya'ni birovlarni haqqini yeyishadi. Birovlarning molini, birovlarning boyligini o'zlashtirib olishadi. Bu juda o'ta og'ir gunoh. Qattiq gunoh bu. Gunohi kabiralardan hisoblanadi. Sababi bandaning haqqi og'ir gunoh bo'lib, nafaqat u dunyoda, balki bu dunyoni o'zida ham o'zini qattiq ta'sirini, ya'ni yomonligini, insonga zararini ko'rsatadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam hadis muboraklarda aytadilarki, sahobalarga qarab, haqiqiy kasodga uchragan inson kim deganlarda sahobalar birlari undoq, birlari mundoq deyishdi. Ya'ni tijoratini yo'qotgan inson, uyini yo'qotgan inson, bola chaqasini yo'qotgan inson, hamma narsadan mosuvo bo'lgan inson deb aytishdi. Shunda payg'ambar alayhisolatu vassalom yo'q dedilar. Haqiqiy kasodga uchragan inson bu qiyomat kunida dedilar, tog'dek savoblar bilan keladi-da, tog'dek gunohlar bilan ketadi dedilar. U qanday bo'ladi? U inson Allohning oldida turgan paytida birovni haqqini yegan bo'lsa, zulm qilgan bo'lsa, mazlumlar hammasi navbatda turib, haligi inson qilgan zulmiga yarasha farishtalar mazlumlarga zolimning nomai a'molidan savoblarni olib berishadi. Oxiri oqibatda u savoblar ham tugaydi, lekin mazlumlarning navbati tugamaydi. Shunda ey Robbim, bu bandangni savobi qolmadi. Endi nima qilamiz deganda Alloh taolo aytadiki, endi o'sha zulmiga yarasha gunohlaringizni to'kinglar deydi. Farishtalar mazlumlarni nomai a'molidan bo'lgan gunohlarni, haqqini yegan, birovning haqqini yeganlarni o'sha zolimni nomai a'moliga solishadi. Shu qatori oxiri oqibatda mazlumlar tugagandan keyin bir qarashsaki, haligi odamni oldida endi savob emas, tog'dek gunohlar va shu bilan u do'zaxga uloqtiriladi. Mana qarangki, bu dunyoni o'zida, ya'ni u dunyoda mana shunday ahvolga tushar ekan, lekin kim agar buni eshitib ishonmasa, bu mag'ar gap desa agar, nauzan billah iymonsiz bo'ladi. Bu dunyoni o'zida-chi? Bu dunyoni o'zida birovning haqqini yeb zafar qozondim, g'alaba qildim, foyda qildim desa adashadi. Chunki albatta olingan narsasini bu dunyoni o'zida to'laydi. Va to'laganda ham sharmandalik holda to'laydi. Buni misoli bir kuni Musa alayhisalom Alloh taologa aytadilarki, ey Robbim, o'zingni adolatingni ko'rsat. Alloh taolo aytadiki, ey Musa, falon quduqni oldiga borib, tepalik bor, o'sha yerda qarab turgin, meni adolatimni ko'rasan. Musa alayhisalom o'sha quduqni oldiga borib, tepalikka chiqib qarab turadilar. Uzoqdan bir boyvachcha kelib, uchqur oti bilan uchib keladida, quduqni oldida suv ichaman deb tilla ko'zasini chiqaradi. Tilla ko'zasini qo'yib, endi suv to'ldiraman deb turgan paytida oti yechilib qochib ketadi. Haligi boy qimmatbaho otini qo'ldan boy bermaslik uchun orqasidan yugurib boradi.
quduqni oldida oltin ko'za qoladi. Qishloqdan bir yoshgina bola chiqib kelib quduqdan suvni ko'zasini to'ldiradi, qarasa, ko'ziga chiroyli ko'rinadi, bir yaltiroq chiroyli ko'za turibdi. Haligi tilla ko'zani qo'yniga solib olib ketadi. Bir vaqt o'tib, bir ko'zi ojiz, a'mo odam, chol kelib har doim shu yo'ldan o'tardida, o'sha quduqdan suv ichardi. Yana o'sha hassasini taqillatib kelib, quduqdagi suvdan ichayotgan paytida haligi boy qaytib keladi oti bilan. Qarasaki, ko'zasi yo'q, oldida bir chol turibdi. Choldan so'raydiki, "Ey chol, qani meni ko'zam? Tilla ko'zam qani?" desa, "O'g'lim, meni ko'zim ojiz, men hech narsa ko'rmayman va ko'ra olmayman ham. Tilla ko'zingdan bilmayman" deganda, haligi boy jahli chiqib, uni urib o'ldirib qo'yadi. Keyin qo'yinlarini ko'radi, u yoq bu yoqni qaraydi, tilla ko'za yo'q, ketib qoladi. Shu bilan tugadi. Musa alayhisalom so'raydilarki, "Ey Robbim, men adolatni ko'rmadim bu yerda" deganda, Alloh taolo aytadiki, "Ayni adolatni ko'rding sen. Eshit" deydi. Haligi boy mana shu yosh bolani otasi bilan yaqin kunlargacha hamroh edi. Birga ishlar edi, hamkor edi. Yaqinda bu bolaning otasi o'ldi va bu boy o'zining sherigini haqqini bermadi. Va bu bolalar yetimlarning haqqini bermagandan keyin men o'sha haqqini qaytarib berdim. O'sha tilla ko'za qancha miqdor bo'lsa, haligi bolaning otasining haqqi shuncha edi, qaytarib berdim deydi. Abu Cholchi desa, Abu Chol vaqtida yoshligida mana shu boyni otasini o'ldirgan. Qasos olindi, haq qaytarildi dedi. Mana qarang azizlar, haq yeguvchi fosiq xursand bo'lmasinki, birovning haqqini oldim deb. Chunki bu dunyoda olgan haqlar hech qachon unga tatimaydi va qaytarib beradi. Sog'lig'i bilan bo'lsa ham, moli dunyosi bilan bo'lsa ham, kimlar bilan bo'lsa ham qaytaradi. Bebaraka bo'ladi. Baraka bo'lmaydi degani nima degani? Yegan ovqati zarar, yegan ovqati kasal, qalbi xotirjam emas, qalbi qotgan bo'ladi va doimo hadiksirab yuradi va sharmanda bo'lib, agar ochilsa sirlari, sharmisor bo'ladi. Bu xoin u dunyoda ham, qiyomat kunida ham payg'ambar alayhisolatu vassalom deydilarki, xiyonat qilgan insonni Alloh taolo mashharda orqasiga bir bayroqni urib qo'yadi-da, o'sha bayroqning tepasiga xoin deb yozilgan bo'ladi. Odamlar ko'rib, "Ey, bu xoin ekan" deyshadi. O'sha uchun ehtiyot bo'laylik. Hazrati Mavlaviy aytganlaridek, haqqi mardum lazzat dorat bakomat, guli yurak shavad ro'zi qiyomat. Qarang. Haqqi mardum lazzat dorat bakomat, ya'ni haqqi mardumni yesang zulm bilan shirin ketadi tomog'ingdan, lekin guli yurak shavad ro'zi qiyomat. Qiyomat kunida bo'yningdan o'sha oladi odamlar degani bu. O'sha uchun ehtiyot bo'laylik. O'zimizda odamiyligimizni yo'qotmaylik. Alloh taolo bergan rizqda qanoat qilib, rozi bo'lib, Parvardigorning ibodatini qilaylik. Birovning haqqidan hazar qilaylik. Allohdan qo'rqadigan inson, musulmon doimo birovning haqqidan hazar qiladi. Parvardigor olam o'zimizni, rizqimizni doimo halol yo'l bilan yeyishlikni va Allohning oldida yorug' yuz bilan borishni barchamizga nasibi muyassar aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.